yo'limga tushuntirganman-da, men olishim oldi. Men eng o'zim yaqin o'rtog'im singlisini olganman-da. Qara, men seni olaman. Meni sen yuzim bo'lasan. Menga bizdan oq lesim bo'lasan menga. Bitta qora dog' meni karyeramni tugatasan. Bu payt karyera yo'q, endi o'zimning hayotim, oilamdan o'zim tushuntirib aytganman. Har doim telefon qilib, bu qaqqasiz, nima qilyapsiz? Yo'q. Menga qaqqasiz, qachon kelasiz? Mas. Javob yoziladi. E'tibor beriladi. Как положено e'tibor beriladi. Uyimga ketaman, u qilaman, bu qilaman. Yo'q. Uni qayerga olib borasiz, bu yoqqa borasiz? Yo'q. Qachon xohlayman, olib boraman. Qarang. Yo'q, bu sevgi bo'lmasligi mumkin. Siz baxtli hayot kechirishingiz kerak degan narsa o'ylashim. Yo'q, siz o'zingizni ularni o'ylanish oldi, o'zingizni siz anavlarni qo'yishingizga prinsip bo'ladi. Mana shunaqa prinsiplarim bor meni. Ko'chaga ko'p yurib qolishim mumkin. 3-4 gacha yuraman, o'g'il balaman. Qachon kelasiz? Men qo'rqaman, unaqa narsalarni qilma. Qachon kelasiz? Unaqa narsalarni qilma. Menga telefon qilaverma. Mana shunaqa. Agar xato bo'lib qolsa, meni yuzimga oyoq bosma. Shunaqa yuz bosasiz deb men uni o'zi kerak. Nimadir muammo, nimadir masala sizda ayolingiz biladi, sizni kissangizga nechta pul borligini, sizda ayolingiz biladi, sizga kissangizga pul yo'qligini, sizda ayolingiz biladi, siz qanaqa rasstayni, siz qanaqa sostoyni, siz nastroyingiz zo'rmi, siz nastroyingiz